Oliy ta'lim muassasalariga ta'lim yo'nalishlarini tanlash jarayoni o'z yakuniga yetmoqda. Abituriyentlarga o'z kelajagini belgilab olish va 5 ta yo'nalishni tanlash uchun bor yo'g'i bir kun vaqt qoldi. Tanlovda adashmaslik va ajratilgan grant o'rinlaridan unumli foydalanish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Muxbirimiz qabul jarayonlarini bevosita joyidan o'rgandi. Abituriyentlar uchun eng mas'uliyatli bosqich oliy ta'lim muassasalari va ta'lim yo'nalishlarini tanlash muddati tugashiga sanoqli soatlar qoldi. 8 avgust kuni 23:59 da tizim rasman yopiladi. Yig'ilgan ball bilan qaysi oliy ta'lim muassasasiga kirish, qaysi yo'nalishga kirish imkoniyatlari ko'proq. Bugun qabul komissiyasiga tashrif buyurdik va bu imkoniyatlarni hozir bilib olamiz. Hozirgi kunda ko'pchilikli ta'lim yo'nalishini belgilab qo'yib, maqsadsizda tanlab qo'yib va ular tanlashni amalga oshiryapti. Shunda ko'pgina xatoliklarga yo'l qo'yib bormoqda. Shularga biz ko'rsatmalar berib, tushunchalar berib, hozirgi kunda 8 avgustgacha bemalol yana qayta ariza topshirib, ularning xatolarini to'g'rilab, tushunchalar berib, bemalol belgilashlarga yordam bermoqdamiz hozirgi kunda. Ko'pchiligi fanlar majmuasini tanlaganda ham xatolikka yo'l qo'yyapti. Ya'ni ingliz tiliga topshirdim deb boshqa yo'nalishga topshirib qo'yganlarni ham bilmay qolishyapti. Shuning uchun ularga tushuncha berib, kelasi agar o'quv yillari bu yil bo'lmagan bo'lsa, kelasi yillarda o'zlari yaxshi topshirishlari uchun tushunchalar berib jo'natyapmiz abituriyentlarning hammasini. Yo'nalishlarda grant imkoniyatlari bo'yicha qanday ma'lumotlar bera olasiz? Termiz davlat universiteti grant yo'nalishlari bo'yicha hozirgi kunda davlat granti degan yo'nalish belgilanadi. Ya'ni ular hozirgi kunda 5 ta yo'nalish tanlash huquqiga ega. Ya'ni xohlasa bitta universitetda 5 ta ta'lim yo'nalishini belgilash huquqiga ega bo'ladi yoki o'sha fanlar majmuasi mos kelsa, xohlagan universitetlarda ta'lim olish mumkin bo'ladi. Ya'ni davlat grantini belgilasa, birinchi tanlagan ta'lim yo'nalishining grantini ko'radi. Agar unga kira olmagan bo'lsa, ikkinchi ta'lim yo'nalishining grantini ko'radi. Undan so'ng 3-siga o'tadi va 4-siga ketma-ketlikda bo'ladi. Agar u 5-siga grant kirib qolsa, o'shanda majbur o'qishga, o'sha universitetga borib o'qishga majbur bo'ladi. Aksariyat abituriyentlar faqat o'tgan yilgi o'tish ballariga tayanib adashishadi. Vaholanki har yili ajratilayotgan grant o'rinlari va talabgorlar soni o'zgarib turadi. Xo'sh, tizimda oxirgi daqiqagacha o'zgartirish kiritish imkoniyati bormi va mas'ullar nega jarayonni so'nggi soatlarga qoldirmaslikni tavsiya etishmoqda? Hozirgi kunda abituriyentlar uchun keng sharoitlar yaratib berilgan. Mana bemalol kutish vaqtlari, o'zlariga ta'lim yo'nalishlarini tanlab berishda, masalan, hozirgi kunda oldinlari bo'lardi. Faqatgina kunduzgi tanladingiz, 5 ta kunduzgi ta'lim yo'nalishi tanlash huquqiga ega bo'lardingiz. Hozirgi kunda juda katta shart-sharoitlar yaratib berilganki, bitta ta'lim yo'nalishining kunduzgisi, kechkisi masofaviy tanlash huquqiga ega bo'lib qoldi. Mana shu xonalarimizda bemalol abituriyentlar kelib, o'z fikr mulohazalarini bildirib, yozib, ko'rib, qanday belgilashlarini o'zlari amalga oshirib ketmoqda. Eslatib o'tamiz, ta'lim yo'nalishlarini tanlash va ularga o'zgartirish kiritish ertaga 8 avgust kuni soat 23:59 ga qadar davom etadi. So'nggi daqiqalardagi texnik tirbandliklarni kutmasdan, hoziroq tanlovni qayta tekshirib, arizangizni tasdiqlab qo'ying. Zero bugungi to'g'ri qaror ertangi muvaffaqiyat garovidir.